Payg'ambar alayhissalomning huzurlariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, kambag'alman, nochorman, hech ishim yurmaydi" deganda Rasululloh aytdilarki, kim manziliga kirsa, odam bo'lsa bo'lmasa-da salom bersa, so'ng menga salom yo'llasa, ya'ni salovat aytsa va qul huvallohu ahadni bir marta o'qisa, Alloh barakot beradi deb marhamat qilganlar. Bu barakot. Xonadoningiz nurga to'ladi, qalbingiz munavvar bo'ladi. Haligi kishi shunday qildi. Natijada Alloh taolo unga shu darajada rizq berdiki, hattoki qo'shinlari ham barakaga to'lib ketdi deb Hofiz Abu Muso Madaniy marhamat qiladilar. Agar Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, birodarlar, koinotga nido qildiradi Jabroil alayhisalom orqali. Ey Jabroil, men falonchini yaxshi ko'rdim, siz ham yaxshi ko'ring. Jabroil alayhisalom yaxshi ko'radi. Samo ahliga nido qilinadi. Samo ahli yer ahliga nido qiladi. Rasululloh aytdilar, ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Fa innal mar'ata xuliqat min dhil'in. Chunki ayollar qovurg'adan yaralgan. Qovurg'aning eng qiyshiq qismi uni yuqori tarafi. Agar tuzataman desang sindirib olasan, agar tek qo'ysang qiyshiqligicha turaveradi. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kim Alloh taoloning o'zigagina muhtoj bo'lsa, Alloh taoloning o'zigagina dardini aytsa, boshqasidan kutmasa, odamlar bu odamga muhtoj bo'ladi, lekin bu odam hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Birodar, sabr qil, albatta najotga erishasan. Bu Allohning va'dasi. Qiyinchilik birodar har qancha katta bo'lib ketsin, yo'ling qancha torayib ketmasin, baribir g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Chiroyli sabr qilishlik insonni saodatga olib boradi. Chiroyli sabr qilish qanaqa bo'ladi? Qiyinchilikdan qutulishga aniq ishonib sabr qilishing. Ishingni oxiri yaxshiligi bilan tugashiga aniq ishonib sabr qilishing chiroyli sabr bo'ladi. Ayol kishi mehrni gadosi bo'ladi. Ayol kishi padarkani yaxshi ko'radi. Enimda o'ylasangiz, eri shirin so'zli bilan gapirmasa, mehr bermasa, padarka bermasa, u xotin bechora qatdan oladi padarka. Kim bilan romantika qilib o'tiradi? Kim bilan? Mana ayting. Islomda romantika bor. U Rasululloh davrlarida, o'zi sunnatdan beri, o'sha islom paydo bo'lganda bor. Ha bugun tizzalab uzib berishlikni romantika, lo'qlikni romantika deydi. Bu lo'qlik u. Bu xariblik u. Bu lattavoshlik u.